Assalomu alaykum. Meni bu murojaatim hurmatli mana shu millionlab prosmotrga ega bo'lib turgan, millionlab obunachilarga ega bo'lgan blogerlarga bizni iltimosimiz, bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida sizlardan iltimosimiz shuki, hozir ko'ryapmiz trend deyotgan narsalarimiz, qayerda bo'lmagan, arzimagan narsalar hozirgi kundagi eng bir trendda bo'lib ketayotgan narsalar Instagram, YouTube'da oddiy mashinalarga qo'yiladigan ognetушительni muammosini olib chiqyapmiz. Akalar, u 100 ming so'm turadi-da, u 100 ming so'm turadi. Buni yangilash muammo emasdir. Lekin mana bu yangi chiqayotgan qonunlar, qarorlarni xalqqa tegayotgan zararlari, bu sizlarni olib chiqayotgan ognetушительni zararidan 10 baravar, 100 baravar qimmatroq narsalar bor. Nima uchun mana shu narsalarni olib chiqmayapsizlar? Sizlarni qo'llaringdan keladi. Men sizlarni da'vat qilmoqchi emasman. Faqat birlashib, shuni har bitta chiqarilayotgan qonun, qaror, hammasi xalqni muhokamasiga qo'yilishi kerak. Xalqni men hozir aniq bilmayman, lekin qanchadir ovoz olgan qarorlargina chiqarilgan qarorlarni muhokama qilinsa, mana shu qarorlarga norozi yoki roziligini olinsa, bu yuqoridagi shaxslar, yuqoridagi o'sha tepada o'tiradiganlarga yetib borsa, bu qonuniy bo'ladi. Bu qonunlar, shuni xalqimizga o'rgatinglar, savodxonligini ochinglar. Bu bilan sizlarni hech qanaqangi siyosatga qarshilik boshqa bilan hech kim jazolamaydi. Hech kim jazolamaydi sizlarni. Faqatgina shu xalqimizda o'zini konstitutsiyada belgilangan huquqi bor. Mana shu chiqarilayotgan qarorlarga o'zini munosabatini bildirish kerak. Deputatlarimiz harakat qilmayotgan bo'lsa, mana shu sizlar blogerlar qayerda bo'lmagan ko'tini ochgan yarim yalang'och qizlarni olib chiqib, hiring arzimagan 100 ming so'mlik gaz ognetушительlarni muammo. Akalar, olib chiqaylik bunaqa narsalarni. Xalqimiz bilsin o'zini huquqini, hech bo'lmasa o'zini huquqini bilsin. Ovozga qo'yaylik. Bu chiqarilayotgan qarorlardan qanchalik hozir bu xalqimiz zarar ko'ryapti. Texpasportni yangilash, chala boshlab qo'yilgan Rossiyada, boshqa davlatlarda ishlab borib, yarim uyini qurib qo'ygan odamlar nima qilish kerak endi? 300 baravar nima degan gap bu? Bu narsalarni hal qilish kerakmi? Biz shunchaki chiqarilgan qarorga hop deb ketishga o'rganib qoldik. Limit qo'yildi, boshqa qilindi. Olib chiqaylik, iltimos sizlardan.